Alkışlarda kökleydi nava, Pervişlerde gülleydi nava. ezelden bar yemish yemish söyüngenni küyleydi nava. Assalomu alaykum Nahmaydandagi tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum ekrandagi ko'rman do'stlar. Birlashgan Yangi Navo programmasi. Söyüngenni küyleydi nava. Programmamizni sog' salomat boshlab oldik. Undan o'z oldi bilan bizningki bog'lovchi ustozlarni tanishtirib o'tgan bo'lsak, ataqli naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Akral apandim qarshi olamiz. Naqshchi Dilshod Raydin apandim qarshi olamiz. Unda bo'lsa bizningki mushu Navo programmamizningki oylik yulduzlari yoki yillik cho'lponlar qanday bir mukofotlarga erishalaydi. Bir deb o'tgan bo'lsak, yillik chempionimizni Diyarimiz xonim qizlarning go'zalligi uchun uzluksiz izlanib kelayotgan Shinjong O'smigul so'da chekishakti bir avtomobil bilan mukofotlaydi. Oylik yulduzimizni bo'lsa Shinjong Aqdengiz xalqaro so'da chekishakti bozor sag'an Turkiya pasonda ishlangan bir yurish karvat yapqo'sh hamda Istanbul markasidagi bir jup yostiq bilan mukofotlaydi. Bo'ladi. Tomoshabin do'stlar, mukofot buyumlarini anglab o'tdinglar. Unda bo'lsa programmamizni rasmiy turda boshlab ketgan bo'lsak, programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Rahmat. Can mekren bile üstün hayatlık beğda can mekren bile üstün hayatlık beğda Çaşların tal tal akardı Kız oğul gemdi gıda Kız oğul gemdi gıda Çaşların tal tal akardı Kız oğul
Aleykümselam'ımız gelginizge mübarek olsun. Unda olsa aldı öyle yana bir qitim özünüzü bir tanıştırıp o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va televizorda turgan barliq qarindoshlar. G'ul shahar Kepak yuziga barliq qarindoshlar nomidan sizlarga o'tib salom. Unda olsa aylık sanımız qatnashib o'tirib siz oyat tayyorligingiz qanday raqamda? Menimcha chiqib herhalde yaxshi deb qarayman. Hozir aytgan naqshingiz ijodiy naqsh ekan, Ijodiy naqshi burun bir ustozimiz aytgan buni. qaysi ustozimiz aytgan naqsh? Endi ustozimiz Dilshod akam aytgan bu naqshini. Ha. Men o'zim kichik vaqtlarimda shu opam rahmatli bek yaxshi ko'rdim naqshni. O Dilshoddan necha yoshda aytgan naqsh o'qiydi bu? Shunga bu naqshga o'zim bek qiziqdim. O'zim mazisi bir ustozimdan ham shu Dilshod akamning bir hozir loyingdaylardan anglab yurib, ham shuni egallab, ham shuncha ekamda balkim to'liq etib bo'lamishim mumkin hamda. Ham shunga shuni xuloydan ib keldim. Davsa biz bağlı ustazlarına yan bir qitim bahasini alab edeyli. Salam Turgancan Mahsun. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yana yüz görüşüpdik. Avazınız to'g'riliq haftalik sonda aytib o'tgan. Bugun yana bir ta'kidlab o'tay. Avazingizning to'g'ri ba, sada ba, sharoiti yaxshi bir ovoz. Anajon nomli bu naqshinimi xilili salmoqliq, mardan o'rinlab berdingiz. Taklifim texmo jur'atlik bo'ling. Bo'ldi. Rahmat ma'lum. Ömürlük mayır ve Emregül degendik avazınızın salmıqı var. Canlılık hem sözlük avazınızın dairesi bir kadar kengri. Yukarı ana ecri namlıq naqşının sözlerini mi elişiniz, ifade kılışınız naiti roşen, ravan oldu. Şundaqlı mı? Naqşının müzikalik oyun tuş pıraqlarını mı naiti yarkın ifadeler verdiniz. Yaxşı, naqşı icra. Rahmat aldızga. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichga 1-numurlik mayirimiz va o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 2-numurlik mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Taveylep yürerden naz ıstıkma ıstıkma olur bardır Hayan barsam inin çün şevrisi gavga Gavgalırın bardır Emişe vedge mani çıkarşıldır Cumanım kim Tusup yoldun ibermez aşık-ı şeydan şeydaların bardır Eğer insaf kılsan vay sevri xetle xilide canan Acep xilvet yaraşkan Qameti ziban Vay zibaların bardır Bakıp eyni gider kar emestur sürmüler koymak Goya ahu küzidek nerkesi şefla
şahlalırın bardır. Halas olmak muhamber damızıl kondu. İlacım yok. Başımı muysardın uzun. Sevdalarım vardır. Vay yürülgen bağı üstüm işigi kutlu altımı. Güya kemzullarımdan ləlüdün tügmen Tügmelerin bardır. Ne de veşki atşiden köymüsün canım. Bu kıyaminin bana biganıdın binazıdın aşnaların bardır ya dedim vay derdime. Assalomu alaykum Osman aka. Va alaykum assalom. Ayliq sanamiz xush kelibsiz. Siz Tumshuqdan a? Tumshuq shahrida. Tumshuq shahrininki 51 dönem. 50 ta tutyaptimi? Bir qasan topolmay qolma deb esim tutib olgandim. 50 ta tutyaptimi? 51 dan. Qaysi yezda? 51 dan tang to'g'roq qiysidim. Tang to'g'roq yezdi. Tang to'g'roq yezdi, ne? Unda bo'lsa tang to'g'roq yezdida nima uchun shug'ullanasiz hamda yana bir qatam bir o'zingizni tanishtirib o'tang hamda. Shu oldin qatim degandek dehqonchilik qilib shu. Dehqonchilik qilasiz. Yo'q. Ondan shu 51 danniki ma'naviy madaniyat san'at ishlariga yaqindan qatnashib degandek ishlar bilan. Bilishayotganda so'zga taklif qildilar. Assalomu alaykum Osmonjon. Va alaykum assalom. Qayta kelibsiz Navosanimizga qizg'in qarshi olamiz. Ovozingiz haqiqatan shu muqaddim o'rinlashga shunchalik muvofiq ekanda. Muqam etishni shunchalik yaxshi ko'rdi ekansiz. Ovozingiz pek kuchli ekan muqaddimiga. Endi muqaddimi biroz naqshi qaraganda, dastan mashrab qaraganda biroz erkinroq bo'ldi. Chunki buning udari iniq muqim bekitilib ketgan udar yo'q. Udar yo'q deyishga bo'lmaydi-mi endi buni? Xohlagancha so'zib, xohlagancha qisqartib etsak, yana bo'lmaydi. Buning o'ziga kuchli qilib bor. Shu qilibni ichida chatlamay, ya ochirib etmay, ya kam qo'ymay aytimiz. Muqaddimga ovozingiz bek tushgan. Hissiyotingiz shunday yaxshi, ovozingiz shu jarangliq ham shu muqaddim tushgan, lekin tekst silishlaringiz biroz ketib qolgan mana. Xalos olmaq muhabbet damızul qildi. Hiç ilacım yok deyirəm o. Bu oxşuma qaldı məsələlər. Mən məni tərtib başına etib keçim atayım. Lakin cıq anlaganda mən bunu təzə bilməm. Bəzən tekst silişləriniz, ahang ilişləriniz Osmanlı'daki Abdülhamid'in biraz qiliblaşqıdı şu hamda hazır. Tutankamdan ügünüp aşağı qiliblaşdırgan. Şunun sal oxşuma qaldı. Köp anlan. Bu muqaddim bayat muqaddim ismi var o. Yəni cıq Osman Zal qandaq aytqan, Abdülhamid qandaq aytqan.
jiq anglab bersangiz, mana tekisini qo'yib tekis o'xshashga. Tekis selishingiz o'xshamay qoldi. Ba'zi og'alarni elishingiz uzun qisqa taraflari o'xshamay qoldi. Men ham tafsil deb beramadim. Buni lekin shuni texmi tafsili qita qilib yaxshi o'rganing. Ovozingizga barakalloh. Resmi muqaddim aytgan ovozingiz bor ekan. Rahmat. Rahmatli Serka. Bizning naqshimiz bosqichidagi 2-chi nomerlik moyirimiz o'zining naqshini aytib bo'ldi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 3-chi nomerlik moyirimizni sahnaga taklif qilamiz. Meyğunga kirmeymen şirin canıma, anarımni üzmeymen şirin canıma. Hadi geldin aklımga şirin canıma, nadan bile yürümeymen şirin canıma. Bağlara ara şamal uçup seni esletti, güle ara bulbul sayrap seni esletti. Yar dep gece gündüz yürekler teşna. Alma attım deryağa şirin canıma. Leyli bilir çökmeydu şirin canıma. Seyyarımның otları şirin canıma. Yakılaydı eşmeydu şirin canıma. Almasak kılıç çıksam şirin canıma. Kızılını tallaydı şirin canıma. Alemde kişi yok tek şirin canıma. Könlüsünü halaydı şirin canıma. Bağlara ara şamal uçup seni esletti. Güle ara bulbul sayrap seni esletti. Yar dep gece gündüz yürekler teşna. Alma attım deryağa şirin canıma. Leyli bilir çökmeydu şirin canıma. Seyyarımның otları şirin canıma. Yakılaydı ölçmeydu şirin canıma. Yakılaydı ölçmeydu şirin canıma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shehzod, bizning haftalik sonimizda yulduz bo'lgan. Haftalik yulduz bo'lgan. Shundoq. Bugun mana oylik soniga kelib o'tiribsa, yana bir qitim o'zini bir tanishtirib o'tgan bo'lsam. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi va pastda o'tirgan aziz tomoshabin do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Shehzod Ali. Yurtim Aqsu Avatin, hozir Shinjang san'at institutining teatr fakultetining aktyorlik kasbida o'qiyapman. Nechinchi yil? 3-yillikda. 3-yillikda. Rahmat. Shehzod, qarshi olamiz. Hamda bizning haftalik sonimizda bir o'zing bir naqshlarni aytgan hamda, lekin menda bir naqsh aytganini anglamab ekanman shaxsan. Nima uchun bu naqshni tanlab qolding? Bu naqshni aytishimdagi sabab burun yana haftalik songa qatnashgan ham boshqa sahnlarga chiqqan, lekin shu xalq tussidagi naqshlarni aytib boqmadim. Xalq naqshlari. Shunaqa, lekin yana nurg'un yetasizliklar bor. Lekin cho'qim to'xtamay ilgirlagan meni ko'ra olasizlar. Rahmat. Hozirgi naqsha Sherinjon degan xalq naqshi. Hamda o'zing qandaroq aytdim deb o'ylaysan bu naqshni? Meningcha normal. Normalmi? Normal. Bunda bo'lsa baliq ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Salam Sherzod Ali. Va alaykum assalom. Yana yüz ko'rishdik. Ovozingiz to'g'riliqmi burun so'zlab o'tgan, yana bugun eskartib o'tay. O'tir ovoz tusiga ega bo'lgan, kuchi bor bir ovoz. Sherinjon nomli bu hammamizga tanishlik bo'lgan naqshni epkapsiz. Naqshni asosan yaxshi o'rinladingiz.
Təklifim naqşı tekstdəki sözlərin elinişində yana məsələ var. Demək, mən sözlərin elinişində yana layaqətə uyğun emas. Şoňa tekst elişdə müş tərəflərdə anandakı naqşıdakı ma pıraq məsələsində yana texmo izdirişinizni ümid qilaman, omad tilayman. Rahmat. Hoş geldiniz Nava sahnimizge. Siz bayatın ma Şerincan degan naqshni o'rladingiz, asos jihatdan to'liq bo'ldi. Aha, she'rlari, poroqlari hammasi. Ovozingiz shunday yaxshi tushibdi. Lekin bayatın Emragul muallim deb o'tdi. Siz o'zingiz men bayatın naqshni aytib bo'lgandan keyin aytayotgan jarayonda Alloh shu bola birsini doğrab aytyotamda. Desem sen kayfiyat yaxshi. Aqızım usulunu shunday yaxshi o'ynab berdi. Ahmet Erbosin. Rahmat Gülşatga. İkinci bosqichga muvaffaqiyat qadam qo'yishini chin dilimizdan umid qilamiz. Aramaga shusan. 3-numurluq mayirimiz bu o'ziga naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 4-numurluq mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Ana desem, ailemek isem, kakırdadan daydemek isem. Ana desem, ailemek isem, kakırdadan daydemek isem. Dünya aşıkmak, dünya söyledik, kısmet edin, alem hicim. Dünya aşıkmak, dünya söyledik, kısmet edin, alem hicim. Bahar atanlı ay uğuqi benim yağdır gözler uqi. Can diyen nişan, can diyen nişan, can anamın bir toğluqi. Can diyen nişan, can diyen nişan, can anamın bir toğluqi. Ata anam Behmut isim,
Assalomu alaykum Nurimangul. Alaykum Ayliq assalom. sonimizga xush kelibsiz. Xush buldum, rahmat. Bizningki ertalik sonimiz qatnashgan, ha? Nechinchi bosqichga borgandingiz? Ikkinchi bo'lgan. Ikkinchi bo'lganmi? Ha. Unda bo'lsa o'zingizni yana bir qatam bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, naq maydondagi ko'rmanlar. Assalomu alaykum, qadrli baliqchi ustozlar. Assalomu alaykum, televizor ekran oldidagi ko'rmanlar. Kechliginglar xayrli bo'lsin. 4 numurliq Mayir Nurimangul Tursundan arqaysingizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Balkim past o'tirgan tomoshabinlar hamda Nurimangul Tursun kelsa, Nubar Tursun kelsa sanglasimi da qolgan bo'lishinglar mumkin, ha? Haqiqatan Nurimangulning ovozi bizniki Sanubar adimizniki ovoziga bak o'xshaydi o'shqilib. Men maqetdim, yana anglab, yana bir qatam bak o'xshatdim-chi. Haqiqatan hamda Sanubar adimizniki shu ovoz tusi hamma jihatdan bak o'xshaydi ekan. Ma'nosini uning ustiga Sanubar Tursun adimiz aytgan bo'lg'achqa men ko'msam, ha, ya, Sanubar adimiz aytgan o'xshaydi deb qilishim men ehtimolga yaqinchi. Bizningki haftalik sonimizda siz bir orzuyim bor edi, shu Sanubar Tursun adimiz bilan bir ko'rish orzuyim bor edi deb degandingiz. Ko'rishdingizmi? Mush qadrli baliqchi ustozlarning tug'isi bilan ko'rishdim. Amragul muallimni. Ko'rishdinglar shundaymi? Rahmat aytma Amragul muallim. Chin ko'nglimdan. Amragul muallim ko'rishdingiz. Rahmat, bir orzuyini amalga oshirib beribsiz. Unda bo'lsa nimalar deysizlar? Bizimga xabar olib qoldilar. Sanubar adam bilan ko'rishgandan keyin sirdishib, shu mening har qanday naqsha etsam shu o'ziga o'xshash. O'ziga o'xshash bo'lib ketmaydi endi. Farqi bor. Osmon zamin farqi bor. Shundaqdimi meni o'ziga birinchi shogirdlikqa, ham singillikqa shundaq ism familiyamiz o'xshashqa. Siz cho'ng shogird bo'libsiz-da? Sunukum. Yaxshi, yaxshi. Sanubar adimizning birinchi shogird bo'libsiz. Sanubar adimizning oldida bir ikki naqsh aytib berdingizmi? Aytib berdim, telefoningni o'yin qilib oldi. Telefon qilib oldi. Bo'pti, bu orzuyingiz nihoyatda yaxshi amalga oshibdi. Unda bo'lsa, hamda biz boshqa gaplarni hamda bizning haftalik sonimizda yechib qo'ygan. Unda bo'lsa biz baliqchi ustozlarning yana bir qatim bahosini anglab o'taylik. Xush kelibsiz Nurimangul. Xush buldum. Yo, agar sizning unda qaramasak Sanubar Tursun kelgan o'xshaydi deb men bayatın ko'zimni yumib o'tadim. Sizlar o'zi naq oldin qitim o'xshagan Sanubar Tursunga. Bu qitim naq o'zi bo'lib kelibsiz. Tanishilib texim o'xshab ketdi. Tanishilib fuyin qilyapsiz Sanubar Tursun. Kopiya qilyapsiz. Unda qilib olamda. Sanubardan layaq qilayotgan o'xshaydi. O'zining ma cho'g'imi o'xshaydi ekan. Sanubar mushujikmi? Siz sal pakam ya. Acayip, nimada o'xshatganda, manda ham o'xshatamsiz. Azroq bir o'xshamamda. To'g'ri, bir talantchi endi. Mandami to'g'ri vaqamma deyman. Sanubar Tursun sizning shogirdlik yaptida ba'zi o'zingizga bak qo'shildim. Rasmiy Sanubar shogirdnimi manda tarbiyalab chiqarganmaydi. Siz shogird bo'lmay turib o'zi bo'lyapsiz. Ajoyib hissiyat qildingiz bunday. Poho. Nimada o'xshaysiz? Boshqa gap yo'q, endi bu tekstni men tekstga qarabman, sizning naqshangizni anglab o'tadim. Sizga omad yor bo'lsin. Tashakkur. Rahmat, tashakkur. Salam Nurimangul Tursun. Xush buldum. Xush kelibsiz singlim. Esinlarim ota-onam nomli bu naqshnimi to'limi hissiyotliq, joyida o'rinladingiz. Bo'lib bu naqsh tekstdagi so'zlarning elinishi nihoyatmi ochiq, ravon bo'ldi. Sizning mushu o'tkaldan muvaffaqiyatli o'tishingizni tilayman. 4-numurliq mayirimiz o'zining naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 5-numurliq mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Taşlamsız burun meni yaxshi ko'rib, amdilikda taşlamsız
Bağım yok benim, çağım yok benim, o meşrep yok yerde. Bağım yok benim, çağım yok benim, o meşrep yok yerde. Çağım yok benim. Almatamız dep keldik, gül tutamız dep keldik, gül tutamız dep keldik. Bugünkidek meşrepte çok oynayımız dep keldik. Bugünkidek meşrepte çok oynayımız dep keldik. Bağım yok benim, çağım yok benim, o meşrep yok yere. Çağım yok benim. Erik bolsa, tar bolsa, soquşmisa, taşmisa, soquşmisa, taşmisa. Meşrep degen şundaq bolsa, hamma kishi sho'xlisa. Meşrep degen şundaq bolsa, hamma kishi sho'xlisa. Bağım yok benim, çağım yok benim, o meşrep yok yerde. Bağım yok benim, çağım yok benim, o meşrep yok yerde. Çağım yok benim. Bağım yok benim, çağım yok benim, o meşrep yok yerde. Al bilan o'zingizni yana bir qatim tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum hurmatli baliq ustozlar. Assalomu alaykum ko'raman tomoshabinlar. Men Shayor diyoridan kelgan 5-nomorlik Mahir Elijon Yosindan hammanglarga o'tib salom. Elijon, oylik sonimizga xush kelibsiz. Rahmat. Bizniki haftalik sonimizga qatnashganda nechinchi bosqichga borgandingiz? 3-bosqichga borgan. 3-bosqichga borgandingiz. Endi numar darajangiz nechinchi chiqqandi? Natija bu. 73 chiqqan. Endi 2-mi yo 3-darajaga chiqqanmi demakchi? Shu 2-darajaga chiqdimmi? 2 bo'lgan shundami? Bugun oylik sonimizga kelib o'tiribsiz. Endi sizningki naqshingizni sizning yoqda bo'lgan tomoshabinlar bilet tashlash usuli orqali sizni qaytarib kelibdi. Rahmat. Xush bo'ldingiz balkim. Shayorda nima ish bilan shug'ullanasiz? Shu Shayordan burunlam Urumchiga. Mega. Qaytib kelib. Shumshada tirikchilik. Taksiga yetdingiz? Ha, to'g'ri, to'g'ri. Kayfiyatni yaxshi jonlantirib berdingiz. Unda bo'lsa baliq ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Salom Elijon Yasin. Va alaykum assalom. Ovozingiz ommabop uslubga tava, xeyli salmoq bor bir ovoz ekan. Meşrep yo'q yerda nomli bu naqshinimi? Xeylilar mukammal o'rinladingiz. Naqshiga mos usul harakatlaringizmi? Xeylilar jo'shqin, mardona, xeylilar zo'q ato qildi. Rahmat. Taklifim sizga shu naqsh tanlashda ko'proq izdining. Omad tilayman. Rahmat. Baliq ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa Elijon aramaga tutsangiz. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mayirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi hamda bizningki baliq ustozlarning orasidagi Abduzraim Markal apandimning bugungi uchun tomoshabin do'stlarga shundaqla ko'rmanlarga bir ko'ngil so'g'isi yoki unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan Abduzraim Markal apandimni sahnaga taklif qilamiz. Rahmat. Yenesini oylap
yattım, uylap yattım. Gözümden ketmedin sen, bir demleri, bir demleri. Gözümden ketmedin sen, bir demleri, bir demleri. Oyla seni kıyarlarda, yine pattın, yine pattın. Yaşlıkның ezeldirlar, güzel siri, güzel siri. Yaşlıkның ezeldirlar, güzel siri, güzel siri. Taşkan ut yaşlık çağda, yaşlık çağda. Üçendu dep yesipsen, mendin sorap, mendin sorap. Üçendu dep yesipsen, mendin sorap, mendin sorap. Veremem sana cevap, yanar sana mengü söygün. Muhabbet ezeldirlar, öçmez çırak, öçmez çırak. Muhabbet ezeldirlar, öçmez çırak, öçmez çırak. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mayrimiz o'zidagi naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa tuvanda o'tagan tomoshabin do'stlar, faraz qilib boqqan bo'lsanglar. 5 mayrimizning ichida zodi qaysi mayrimiz bugungi oylik yulduzimiz bo'ldi? To'g'ri faraz qilgan tomoshabinlarga mukofot bo'yimiz bor. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Shinjong Aqdengiz xalqaro so'lchak sekti bozor salgan, o'z diyorimizda zamonaviy usul ishlangan Shohsaroy markasidagi sap paxt yotgan bilan mukofotlaymiz. Menimce 4. numaralık Mayer aylık 30 buldu. Menimce 3. numaralık Mayer aylık yıldız bulalaydı dep qarayman. Ha, bugungi Nava programmamizda 2. numaralık Mayerni oylik yulduz bo'ldi deb o'ylayman. Bu qitimqi Nava programmamizninki 1. numaralık Mayer aylık yıldız bo'ldi deb o'ylayman. Bugün Nava senisinde 5. numaralık Mahir aylık yıldız bo'ldi deb o'yladim. Qo'linglarga bilet tashishni elib, o'zinglar 5 mayrning ichida qaysi mayrni yoqtirgan bo'lsanglar, shu mayrning rad nomerini yuqori ovoz to'lab bilet tashlasanglar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Natijalarni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyat qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. To'bangichi bizningki ikkinchi bosqichga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Ey afsus, turgan jaka bizningki ikkinchi bosqichimizga muvaffaqiyat qadam qo'yamay qolganimiz to'lam afsus. Hamda ikkinchi bosqichga muvaffaqiyatga o'tib qolgan bo'lsangiz, qaysi naqshga yetib ketyapsizki? İkinci itilgan naqshim
sanchilik deydigan narsa kelgan. Afsus, endi insonchilikdan diye yengilish bo'lib turdi. Endi do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi. Bunun ayağı texim tirishib, yaxshi tirishni qilsam bo'ldi. Endi oylik sonimiz haqiqatan yaxshi tayyorlik etkanyapsiz. Endi mushu 29 yil avval mushu Dilshatkam aytgan naqshini qayta akkordlashtirib, mushu naqshini yana bir Dilshatkam o'zi chiqmoqchi bo'libdi endi. Siz mushu navo sahnamizda aytib bergan, biz to'liq xush bo'lgan, lekin bizningki keyingi bosqichimizga o'tolmay qoldingiz. Lekin yani yaxshi tayyorliklar bilan navo sahnamizga qaytib kelishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Bo'ldi. Sizga ko'ngil sog'imiz bor turgan aka. Sizni Shinjang 1000 yil xalqaro so'rchilik aloyi tayyorlagan 500 yuan qimmatidagi nozil marketdagi sovg'atlik mahsulotlar bilan ilhom beramiz sizga, madad beramiz, rahmat beramiz. Bizning naqshimiz bosqichimizni aytib muvaffaqiyatga oxirlashdi. Unda bo'lsa ikkinchi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar. Yarım bağımgan toyga men sormay bara almayman. Men sormay bara almayman. Yarın köngli bek nazuk, yarım ko'malık çay koyup almayman. Yarın köngli bek nazuk, yarım ko'malık çay koyup almayman. Şemşek'ten ketken kışkanim ana yariba, kışkanim ana yariba. Mevsi acep şirin vay yakınlık bahariba. Encüri acep şirin vay yakınlık bahariba. Samet kındadın bula memmo iytay dedim ne, memmo iytay dedim ne. Melide çoğun bulun asigel, bilmepmen kadriyeni. Melide çoğun bulun asigel, bilmepmen kadriyeni. Bilmepmen kadriyeni. Osman Cigaldı'yla qarindoshlarınız bir tanıştırib o'tgan bo'lsangiz. Elektronlik çalgıda Abdügancan. Qarshi olamiz. Akordionda Mehmet Reyim. Gitarda Obul Qasım. Naqshida o'zim. Naqshida o'zim. Nayt yaxshi bir Qashqar xalq chatma naqshilari bo'ldi va unda bo'lsa bu uch qarindoshlaringizdan ichida biroz bir chiqib hamda bir sizga ko'ngil so'zlari bo'lsa bir devagan bo'lsa vakil bo'lib. Qaysi qarindoshingiz deb o'tdik ekan? Dostumuz Osmanjonning bu qatimqi bu navo programmasida yaxshi natijalarga erishishni qizg'in qarshi olamiz hammamiz. Bo'ldi, rahmat.
Unda olsa bağlıq ustozdlarning bir bahasini alib o'tgan bo'lsak. İkinci numaralık Mahir, yukarıda avazınızın alaylığı doğruluk sözlep etken. Hem de onu deyişinin acıtı yok. Yukarıdaki Kaşqayxalıq nakşılardan çatma nakşılarını hakikaten yaxşı icra kıldınız. Olup mu bizning burunmuş Kaşqay vilayetlik sanat ömekinin Turdu Rozi deydigan bir atağlıq nakşısı baydı. Kona Anarxan kinosunun nakşısını etken. Şu adam şu nakşılarını, Kaşqayxalıq nakşılarının puraqlarını, oyuntuşlarını, müzikal oyuntuşlarını ait yaxşı anlattı. Bu tarafta şu Turdu Rozi'dek yaxşı icra kıldınız. Rahmat. Onun da sizde başka doğruluk yapmayın. Endi bu muzikantlar, sizge tenkeş kıtpagan muzikantlar, sizlerinin kiyinişinlerimi sizlerle pek ihtiyarı bulup kaptı. Ama taraftan yaxşı olgan bolsanglar, Osmancan'a teximi haqiqiy samimiy yordam qilgan bo'lardinglar. Shuningdek sal qarab qapsizlar, ha. Buningdagi bundaq ishlarga diqqat qilinglar. Lekin Osmanca yaxshi ijro qildingiz naqshini. Rahmat ma'lum. Rahmat oldingizga. Qarindoshlar bosqichidagi 2-numurlik Mahirimizni o'ziniki qarindoshlar bilan nomerini ko'rsatib o'tgan unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 3-numurlik Mahirimizni qarindoshlar bilan sahnaga taklif qilamiz. Rahmat. Atışımda barğınca Qıraydı 5 kirem bağı Qıraydı 5 kirem bağı Acep mu yaman iken Küye kutunum dağı Küye kutunum dağı Vay günahim Yüreğim küydü dayım Hayda kılımız günahim Oy Nege varmış yarim Ürgüm, bağda pişkan ürgüm, bağda pişkan ürgüm. Sen yarımda görmesen, çiğdemaydı şürgüm, çiğdemaydı şürgüm. Oy günahim, yüreğim gül odayım, hayda kılımız günahim. Oy, ne gibi varmış yarim. Kimden ben Aşıl vazari dacınım mat Alıvalın gülüm ben Sinim bana sinim ben Sinim bana kimden ben Aşıl vazari dacınım mat Alıvalın gülüm ben Sinim bana sinim ben Sinim bana kimden ben Aşıl vazari dacınım mat Alıvalın gülüm ben Sinim bana sinim ben Senin bu makindim ben Aşkım vazari dacınım mat Alıvalın gülüm ben Aşkım vazari dacınım mat Alıvalın gülüm ben Şıkızatında olsa qarindoshlarni bir tanıştırıp etken bo'lsam. Bu ağabeynin ismi Elşat. Elşat. Bizim sanat institutunun naqsh kasbida o'qiydi. Qarşalımız. Bu yoq mening singlim Xinjiang pedagogik universitetining usul kasbida o'qiydi. O'z singlimmi? Navbat singlim. Navbat singlim. Qarşalımız ismi? İsmi Marbiya G'ani. Marbiya. Ha, Marbiya qizg'in qarşalımız. Elşat nava programmamizga qatnashgan, ha? Ha, men yangi nava programmasizniki 29 son haftalik va 32 son oylik musobaqaga qatnashgan. Endi yaqin og'iniz ekansiz, Sherzodniki. Bir ko'ngil so'zingizni anglab o'tgan bo'lsak. Sherzod bek tirishchan o'zi buning kasbi bu naqsh emas, buning ustiga bulog'imi maktabdaligi ovoz to'g'riliq hech qanday bir darsimi yo'q. Shunda turug'liqmi o'zi sirtdan ma'lumotlarni izlab dars elib, ishta qilib qildi. Shuning uchun tirishyotdi. Ha. Tirishchanlik yerda qolmasin. Yaxshi bola o'zi deb qo'ying.
Bundan keyingi ishlarning yaxshi bo'lishini, utuqliq bo'lishini bugungi shu programmada yaxshi natijani qo'lga keltirishni umid qilaman. Unda olsa birlikte bağlıqçı ustazlarının bahasını alab öteyler. Qarindoshlar bosqichiga Gülayim nomli naqshini ep kepsiz. Ko'rinib turdi, xeyli izlanibsiz, ko'p ajr singdiribsiz. Bu naqshidagi ishqinglarning ovoz tusinglarmi bek moslashibdi. Ilshad mo bizning navoda xeyli yaxshi natijaga erishgan mahirlarimizning biri. İşkilinglar o'tir ovoz tusiga tava ovoz tusinglar jihati nayt yaqinlik bor. Unda boshqa naqsh o'tirisidagi kuy o'zgargan yerlarnimi xeyli yaxshi o'rinladinglar. Eng muhimi usulchi qizimizmi o'zining nafis go'zal usul harakatlari bilan sizlarning bu nomeringlarga alayda husn qo'shdi. Davomli to'xtamay izlaning. Omad tilayman. Rahmat Emre'm. Unda olsa 4. numurluq Mahir'imize kızgın alkışlar bilen teknik qilamiz. Merhamet. Yarım bilen bir bulsam Gülüne altın iken Navat iken Çölne qiyelimiz abat Çölne qiyelimiz abat Aklı deryalarım surun sızık Bağrımda tamaşa oynan kızık Aklı deryalarım surun sızık Bağrımda tamaşa oynan kızık Könglimdeki yarimni Gülüne altın iken Navat iken Hep işkanda dost süysem ben Hep işkanda dost süysem ben Aklı deryalarım surun sızık Bağrımda tamaşa oynan kızık Aklı deryalarım surun sızık Bağrımda tamaşa oynan kızık Rima Gül
Sizning yo'ldoshingiz shundaqmi? Shunday. Ismi nima edi? Mantiminjon. Mantiminjo. Sizlar Yurtinglar Qashqa Konishadini? Konishan ayisidan. Konishan ayisin. Konishan ayisini yani 9 oq deydi deyman. 9 ayis. Sal oldiga kelaylik. Ustun o'ynagandisi bek oldiga kelib o'ynab, endi chetda turib, endi oylik sonimizga kelib o'tiribsizlar. Nuriman Gulnamova tayyorligi yaxshi. Hozir men bu naqshi, nayt bir yaxshi chiroyli naqsha. Yaxshi bir masaj bek umaq ayqotin kensizlar lekin. Bek yaxshi o'ynab badanglar, unda olsa birlikda baliq ustozlarning bir bahasini olib o'taylar. Bu bosqichga itkagan so'laring sizlik nomli naqshimi? Sizlarniki ikkilarning ovozinglarga tushibdi. Siz haqiqatan naqsh etishga usta ekansiz. Mayli qo'lja ilg'aliq naqshlar bo'lsin, mana Xotanning naqshisinimi? Shevpraqlar xeli joyida mukammal o'rinladinglar. Bo'libmi yo'ldoshingizniki yumoristik harakatlari? Rahmat, naqshingizga alayda. Alayda o'sin qo'shdi. Boshqa ortiq so'zim yo'q, sizga omad tilayman. Undaqda 5-numurlik Mahirimizni qarindoshi bilan saytib qilamiz. Rahmat. Yağrı tayli bugün toyda xoşal naqşısız. Peri kızlar şok usulga düşsün aylab naz. Güzelliği dastan tılda canan servinaz. Kanat kutsa armanlarda içimiz pervaz. Güzelliği dastan tılda canan servinaz. Kanat kutsa armanlarda içimiz pervaz. Yanra Uygur navası, teşna yürek davası. Caranlaydı mengüge, mukamlanın sadası. Yanra Uygur navası, teşna yürek davası. Nakşılarda bizi kan, gümüllerin sarası. Kalgan bizge nağman ama ecdatın miras. Aram bir dilimizga sihirlik avaz. Kalgan bizge nağman ama ecdatın miras. Aram bir dilimizga sihirlik avaz. Güzelliği dastan tılda canan servinaz. Kanat kutsa armanlarda içimiz pervaz. Güzelliği dastan tılda canan servinaz. Kanat kutsa armanlarda içimiz pervaz. Yamra Uygur navası, teşna yürek davası. Caranlaydı mengüge, mukamlanın sadası. Yamra Uygur navası, teşna yürek davası. Nakşılada bizi kan, gümüllerin sarası. Elejanda olsa, qarindoshingizga tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bu yoq bo'lsa men eng yaqin og'inam Adil Mejid. Ha? Adil Mejid. Bu yoq bo'lsa mening qarindoshim Toyibjon. Toyibjon. Nava programmamizga qatnashgan, ha? Ha, to'g'ri. Shikkanlarni qizg'in qarshi olamiz. Unda bo'lsa, Adil Mejid yaqin og'inangiz. Andos Adil Mejidning bir ikki gapini olib baqalar. Elijon do'stimninki shu nava programmamizda yaxshi natijaga erishishni, bundan keyin bu texnik taraqqiy qilishni umid qilaman. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Unda bo'lsa, baliq ustozlar nima deydi bir anglab o'taylik. Bu bosqichda yomon melodiyasi, jo'shqin, kayfiyati zo'r bir yaxshi naqshlardan birini o'rildinglar inshaalloh. Rahmat. Endi bu naqshlar shu uslubdagi naqshlarni haqiqat qo'shaqarlik qilib o'rlagan muqarrar bo'ladi. Shundaqmi?
to'g'ri xo'sh akkordlik qilishga muqarrar bo'ldi 3 odam chiqib bir odamni ishini qildinglar cho'qim shunaqa 3 jumla chiqqandan keyin 3 akkord bo'lishga bo'lmay yangra uyg'ur navasi yuraklarning sadosidagi aychilik bor akkord shuni buni melodiyasi bak qiyin emas bak milliy uyg'urcha yoki shiv puraqlari bak qo'yiq emas shu mishaga akkord ilishga 100% bo'ladi emgakni mushi qadar qilsizlar uni ozroq bir kuchayotgan bo'lsalar 3 akkord evatgan bo'lsalar aychirni ajoyib yaxshi chiqdi-da bu. Men melodiyasi mana shu nimaning darvish ansambl oshaqning nashriga o'xshaydi ekan. Men melodiyasi shu templari Aşınan kelgan shu akkord qilmish. Nurg'un bolalar shu qarindoshlar bosqichida chiqdi. Shu hamkorlash kuchchilari bilan. Ab ikkisi o'xshash yetib tushibdilar. Ya birinchi golni o'yitib, ikkinchi golni bo'yitib, bir misrani o'yitib, bu ikkinchi misrani bo'yitib, uchinchi misrani tang aytmasdan tushibdi. Bu akkord degan narsa bu bizning Uyg'ur san'atimizda bu bak jiq emas, shu bizning melodiyani ko'proq ta'kidlaymiz. Uni taraqqiy qildirganimiz cho'qim akkord bo'lishi kerak. Simfoniyalashtiramiz muzikalarimizni. Shumi akkordimiz? Garmoniyalashtirgan. Bu naqshlarni ashta azroq akkord mang'izib mang'saq, ikki odam yo uch odam chiqqan chog'da ikki akkord yo uch akkord bunaqa ep mang'sa, teg'imi sadosi yaxshi bo'ldi. O'shatni bir kuchab qo'yinglar. Bo'ldi. Rahmat Lishakka. Qarindoshlar bosqichidagi 4 mayrimiz o'ziniki qarindoshlar nomerini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa yana bir qatam hal qilg'uch bosqichga qadam qo'ydik. Qo'linglarga bilet tashlashni ilib 4 mahirimizning ichida qaysi mahirimizni yoqtirgan bo'lsangiz, shu mahirning raqam numerini yuqori ovoz to'lab bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda qo'sa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Xo'sh, keyinlarga o'rilib natijalarni ko'rib baxsanlar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Ayda bir yulduz bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tuvanga tushib, keyingi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Afsus Elijan bizningki eng oxirgi bosqichimizga o'tmay qoldingiz. Mush fursatda bir ikki og'iz yurak so'zingizni bir anglab o'tgan bo'lsa. Shu mush fursatda yaqin og'aylarimga va urug' tuqqan qarindoshlarimga meni qo'llab kelayotgan cho'nqur rahmatimni bildiraman. Ham bizning oilaning turmush uchun jabo chekayotgan opam va singlimga ko'pdan ko'p rahmatlarni aytaman. Jabo chekdinglar. Elijan endi nova programmamizga qatnashdingiz, bizga nihoyat yaxshi naqshlarni ato qildingiz. Sizga bu ko'ngil so'g'imiz bor. Sizni Şinjan yo'lliq xalqaro so'z chekishga ta'minlangan yo'lliq marksidagi yarishimli kostyum bilan ta'minlaymiz. Rahmat. Muborak bo'lsin. Yo'lliq marksidagi kostyum. Navo sahnimizga yana bir qitim yaxshi tayyorgarliklar bilan kostyum kiyib kelishingiz uchun sehrlik ovoz qolgan bizga nag'ma navo ajdod tinmiros. Qarindoshlar bosqichimiz bu nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa, eng oxirgi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, bizdan oxirgi bosqichimiz oyda bir yulduz. Rahmat. Yürek bağrımni qangan qiyildi. Rengimni saman qiyildi. Ko'ngil berme yaman qiyildi. Yüreğermen tanıştı niye tanıştı?
Muşu sevdalıyım azdek yine kündüm seni deneydim. Karan saçım gümüş olsa yağda kanım diyeyim sunsa Ecel cismiyim okunsunsa gönlüm seni deneydim. Eşkından bilenler bulsam ismini atıp ölsem ve eslin geyten gelmeyesem yine gönlüm seni deneydim. Ben eslin geyten gelmeyesem gönlüm seni deneydim. Yine gönlüm seni deneydim. Güzel güzel bu kaşların güzel geceler Zerci damla küpşir yandan direklim Zer damla küpşir yandan direklim Yer anıdın elip verir nazın ümmetlik Dasturxanı aldım hakem yayvan diyene Yer anıdın elip verir nazın ümmetlik Dasturxanı aldım hakem yayvan diyene Mağlayanın şebnemleri bırakmasın Yalanın can bağrıda akan bir Yalanın can bağrıda akan bir Şerlikleri endiginde armayı bekler
Minnetimsiz himmetinge hakkaday mehman Kanımdın elgi berkep şaşkan dehtanim Başkılağa şerbet sunup lezzet bakmay Tomuzda da lay su içip kangan dehtanim Başkılağa şerbet sunup lezzet bakmay Tomuzda da lay su içip kangan dehtanim Men rahette sen cephada kalgan dehtanim Yüreğimde aşu otum yangan dehtanim Yüreğimde aşu otum yangan dehtanim Ayda bir yulduz basışıdaki 3 mayırımız özünki naqsını etip ötken daha sonra bağlıqçı ustazlar nimdeydi bir anlap ötken bolsak. Ama 3. numaralık mayırga. Siz gaq bakamsınız? Hemme adam özünün dilinde nakş aytıdı. Özünü ifade kılıdı. Lakin başka bir dilde nakş aytmak, başka bir dilde ifade vermek ters. Kandak ters. Bazı dilde bunda hareket kılsam bir manaya gelirdi. Bazı dilde bunda hareket kılsam başka bir manaya gelirdi. Siz şunu aktör olgan mı okumadım ben. Şunda yaxşı mimikleriniz, hareketleriniz Uygurca mı? Ben mi sözlerken bazı gepler var. Uygurca, Türkçe ters gelgen gepler var. Sizin şu hareketleriniz hemmisi cayında mas geldi. Ahmet yar olsun. Bakarsın. Ha sözler doğru mu Türkçe? Şunda telefonları yaxşı ya şunda. Hemen Cengiz Efendimiz sizge şunda yaxşı bahalarını verdi. Manakşın sizin şunda yaxşı oruldunuz. Türkçe bu nakşının melodiyası bizge tonuşku biz çıkanılgan. Dilini mi bilmemiz demez bilimiz. Lekin jığış yerlerini taz okumam telefonlarını taz ep bilamıdık, bilemeyiz. Lekin avazınız manada biraz cari bu. Aldığın ışkı nakşı karganda manada cari bolcu bu avazınız. Yoruq, bundak yaxşı çıktı. 2. numaralık mahirimiz Osmancan Rozi. Yeni köngülüm seni deydi namlıq naqşını etkepsiz. Hakikaten naqşını tolumu vayığı yetküzüp mükemmel oruladınız. Siz asli yalğız naqşı bop qalmasın pişqan dutta çıkensiz. Sizge teximi zor utuqla, teximi çoğun səhnilə yar bolsun. 4. numaralık Mahir, sizin avazınızda mı alaylık bak ya? 2. kıtım etkan nakşınızda avazınız nait yok, özünüz has bir alaylık ifadelengen. Ama nakşını hem de seneverinin hissiyatı bilen yaxşı icra kıldınız. Hem mənla qamet yarı. Aldı bilen karxançılar vekillerini bugünkü 3 mayirimizga numar berip ötüşki teklif qilamiz. Aldı bilen bizning 2. numaralık mayirimiz Osmancan efendimge qo'lidagi 10 numarini berishni xohlaydigan karxançılar vekillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1 2 3 4 40 numar muborak olsun. Bunda olsa 3. numaralık mayirimiz Sirzatqa qo'lidagi 10 numarini berishni xohlaydigan karxançılar vekillari. 1 2 3 30 numar muborak olsun. Onda olsa 4. numaralık mayirimiz Nurimangilge qo'lidagi 10 numarini berishni xohlaydigan karxançılar vekillari. 1 2 3 30 numar muborak olsun. Onda olsa biz Sincan efendim Tor Texnik Traktor şirketinden Zulfiye Mehmet'ne işkiye söz qilish taklif qilmoqsak, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli baliq ustozlar. Naq maydondagi ko'rmanlar, men efendim Tor Traktor şirketining vakili Zulfiya bo'lman. Men mushtax bir so'rinda o'zimni ham shirkatimizni tanishtirish sharafiga bo'lganligimdan intayin xushal. Shirkatimiz yaqinda Uyghur tilidagi eng o'lchamlik bo'lgan efendim naqshi muzika aptitalni e'lon qildi va mushu turdagi bo'shliqni to'ldirish uchun davomli tirishyapmiz. Şu an tomoshabinlarning ham ko'rmanlarning efendim naqshi muzika aptitalni tushirib ishlatib beqishni va qimmatli taklif fikrlarini berishni umid qilamiz. Oxirida mushu nava programmasini qo'llab o'tkazib kelayotgan Vasiyot madaniyat tarqatish shirkatiga shirkatimizdagi barliq xizmatchilar nomidan rahmatini aytman
Şunaqla hammalarning teni salomatlik, ishlaringizga o'ng'ush tilayman. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizga. Unda bo'lsa, hal qilg'uch bosqichlarga qadam qo'ydik. Qo'linglarga bilet tashlashni ilib, 3 mayerimizning ichida qaysi mayerimizni yo'qotgan bo'lsanglar, shu mayerning rad numerini yuqori ovoz to'lab bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda qolsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Burada bizning bugungi oylik yulduzimiz Osmonjon apandim muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Unda qo'sa bizning 2-nomerlik mayerimiz Osmonjon apandimni boya oylik yulduz bo'ldi deb farazgan tomoshabinimiz nerda o'tadingizki? Sizni Shinjong Aqdengiz xalqaro so'rchak bozor zag'an o'z yerimizda zamonaviy usul ishlangan Shohsaroy marketidagi paxt yotgan bilan mukofotlaymiz. Bizningki bugun oylik yulduzimiz Osmonjon apandim bo'ldi. Qolgan munavvar mayerlarimizga mukofot buyumlarimiz bor. Munavvar mayerlarimizni Urumchi shimoliy Davan yo'liga joylashgan Ifbarbog' milliy muzikalik aramgohi ta'minlagan 500 yuanlik e'tibor kartasi bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Unda qo'sa biz bog'liq sazoni bugungi oylik yulduzimiz shundaqla munavvar mayerlarga lo'nqilarni shundaqla gul dastalarni yetkazib berishni qilamiz. Rahmat.